Bu sizning to'lin oyingiz, demak energiya to'liq sizni yoritadi. O'zingizni kimligingizni yanada chuqurroq his qilasiz. Shaxsiy hayotingizda muhim qarorlar yuzaga keladi. Bu davrda shoshqaloqlik yoki keskin qarorlar chiqarish xavfingiz bor, ammo ichki jasorat va yangi boshlanishlar uchun ham imkoniyatlar yetarlicha. Yangi loyiha boshlash, o'zingizni ifoda etish va o'zgarishlar uchun qadam tashlashingiz mumkindek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 12-uyingizda sodir bo'ladi. Bu esa ruhiy poklanish, ichki qo'rquvlar, ong osti va sirli energiyalar bilan bog'liq. Qalbingizdagi og'riqlar, ichki qo'rquv yoki sirli his-tuyg'ular yuzaga chiqishi mumkin. Bu davrda sizga tinchlik, dam olish va ruhiy poklanish kerak bo'ladi. O'z-o'zingizni tinglash, meditatsiya qilish yoki ruhiyatingizni tinchlantiradigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanish sizga yordam beradi. Stressni kamaytirish va salomatligingizga ko'proq e'tibor qaratishingiz muhimdek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 11-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni do'stlik va ijtimoiy aloqalar bilan bog'liq. Sizning kimlar bilan yurishingiz, kimlardan uzoqlashishingiz aniq ko'rinadi. Yangi tanishuvlar va ijtimoiy guruhlarda faol bo'lishingiz mumkin. Do'stlaringiz bilan samimiy suhbatlar qurishingiz yoki eski masalalarni hal qilishingiz ham mumkin. Shuningdek, kelajak rejalaringizni qayta ko'rib chiqish uchun ham qulay davrdek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 10-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni karyera, ish va obro' mavzulari birinchi o'ringa chiqadi. Sizning mehnatingiz va qilgan ishlaringiz ko'zga tashlanadi. Yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi yoki eski loyihalarning natijasi yuzaga chiqishi mumkin. Rahbarlar bilan suhbatlar, ishdagi sinovlar yoki mas'uliyatning ortishi ehtimoli katta. O'z maqsadlaringizga sodiq qolish va ularga jasorat bilan intilish muhim ahamiyatga egadek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 9-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni sayohat, ta'lim olish, yangi bilimlar egallash istagi sizda kuchayadi. Sizning dunyoqarashingiz kengayadi. Yangi falsafiy yoki ruhiy tushunchalarni o'rganish, yangi yo'nalishlar ochish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Agar siz ilmiy faoliyat bilan shug'ullansangiz, katta yutuqlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu davr sizni yangi ufqlarga olib chiqadi va sizni ichki erkinlik hissini beradigandek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 9-uyingizda, ya'ni umumiy resurslar, qarzlar va chuqur o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatadi. Hamkorlik yoki umumiy moliya bilan bog'liq masalalar hal bo'lishi mumkin. Kim bilandir bo'lishish, qarz yoki sarmoya masalasi yuzaga chiqadi. Shu bilan birga sizning ichki va ruhiy rivojlanishingiz ham faollashadi. O'z qo'rquvlaringizni yengish, o'zingizni chuqurroq anglash imkoniyati paydo bo'ladigandek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 7-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni juftlik, muhabbat va hamkorlik aloqalari markazida bo'ladi. Yaqin insoningiz bilan munosabatingizda muhim qarorlar yuzaga chiqishi mumkin. Ayrimlari yanada mustahkamlanadi, ba'zilariga esa ajralish ehtimoli bor. Siz o'zingizning shaxsiy ehtiyojlaringiz va juftingizning ehtiyojlari orasida muvozanat topishingiz kerak bo'ladigandek ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 6-uyingizda, ya'ni kundalik hayot, sog'liq va odatlarga ta'sir ko'rsatadi. Sizning ish joyingizda, xizmat faoliyatingizda yoki sog'lig'ingizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yangi tartib, yangi odatlar joriy qilish uchun yaxshi vaqt. Salomatlikka ko'proq e'tibor qaratish, jismoniy faollikni oshirish foydali bo'ladi. Kundalik ishlar va vazifalarda tartib-intizomni kuchaytiradigandek ko'rinmoqdasiz.
To'lin oy sizning 5-uyingizda ijod, muhabbat va o'zingizni ifoda etish mavzularini yoritadi. Sizda ijodiy ilhom kuchayadi. San'atda, yozish yoki o'z qobiliyatingizni namoyish etishda yangi bosqich boshlanadi. Romantik munosabatlar jonlanishi, yangi muhabbat yoki bor bo'lgan munosabatlarda ehtirosli davr yuzaga chiqishi mumkin. Shuningdek, farzandlar bilan bog'liq masalalar ham bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 4-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni oilaviy masalalar va hayotingizda o'zgarishlar bo'ladi. Sizning ildizlaringiz, ajdodlaringiz va uy bilan bog'liq masalalar markazga chiqadi. Yangi uyga ko'chish, ta'mir yoki oilaviy muhim qarorlar yuzaga kelishi mumkin. Bu davrda ichki barqarorlikka erishish va oila bilan birgalikda muammolarni hal qilish muhim ahamiyatga ega deb ko'rinmoqda. To'lin oy sizning 3-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni aloqa, suhbatlar va fikr almashishlar kuchayadi. Sizning so'zlaringiz odamlar uchun kuchli ta'sir qila boshlaydi. O'qish, yozish, qisqa safarlar yoki qarindoshlar bilan bog'liq masalalar birinchi o'ringa chiqadi. Yangi bilim olish yoki kichik loyihalarni boshlash uchun qulay davr bo'lishi kutilmoqda. To'lin oy sizning 2-uyingizda sodir bo'ladi, ya'ni moliyaviy masalalar, daromad va sarf-xarajatlar e'tiborda bo'ladi. Sizning mehnatingizning qiymati oshadi yoki yangi moliyaviy imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan birga pul bilan bog'liq odatlaringizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mustaqil moliyaviy qadamlar tashlash uchun ham yaxshi vaqt bo'lishi kutilmoqda.